Buni oylik to'lovi iPhone 17 dan 300 ming chiqadi, to'g'rimi? 400 ming atrofida. 300 ming, 400 ming atrofida chiqadi. Ultranikichi Bu 300 ming so'm chiqadi. 300 ming so'm chiqadi. Naqd pulga 2 million. 2 million. Bu naqd pulga necha pul? 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. iPhone 17 ko'ryapsiz, kelma ko'rsatib bering mana. iPhone 17 ochilmagan. Bunisi bo'lsa Samsung ko'ryapsiz. Qiziqarli joyini aytayim. Bu yerga kelib любой telefon sotib olsangiz, mana shu orqada turgan sovg'alarni любой mana shulardan bittasi sizniki bo'lishi mumkin. Bundan tashqari 10 million so'mgacha bo'lgan sovg'alar bor. Mana shu yerga bitta qog'oz tortasiz, nimaiki xarid qilsangiz, eng qiziqarli joy bitta pasportni o'ziga ishingiz bitadi. Bitta pasportni o'ziga mana shu telefonlardan любойni sotib olish imkoniyatiga egasiz. Ish haqi, plastik hech narsa kerak emas. Asosiysi sizning muammongiz MIB bilan bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? MIBdan sizning qarzdorligingiz bo'lmasa bo'ldi, ishingiz bitadi. Qiziqarli joy. Mana shu korobkada hamma chexollar podarkaga beriladi. Mana shu yerga kelib, narsa olsangiz olmasangiz, shunday kelib turib, shu yerdan bitta narsani shunday olib, chexolni olib ketsiz bo'laveradi bepulga. Buning ichida qarang, 10 milliongacha bo'lgan, 10 milliondan ham yuqori bo'lgan sovg'alar bor. O'tgan safar reklama qilganimizda bitta obunachimiz xolodilnik yutib oldi, yana bittasini yutdi. Televizor yutishdi. Pilisos yutishdi. Xullas aytganda YouTube chiqib ketishdi. Agarda kelib yutgan odamlar bo'lsa, kommentga shuni yozib ketinglar. Ko'rayotgan insonlar ishonmasligi mumkin. Farg'ona shaharida zo'r lokatsiyada olib keling. Mana shu sovg'alar aytganda hammasi shundaygacha beriladi. Soatlarga surib qarang. Tillo soat ham bor ekan. Keling lokatsiyasini tushuntirib bering. Xo'p, mana Istiqlol Grand tortlari, Istiqlol tortlari ro'parasi. Bag'i mana Teremozordan kelish, bag'i eksterniy bansadan. Ya'ni Abbosov bansa tomonidan kelish, yo'lni bo'yida bitta pasport bilan kelasiz, istagan telefoningizni olib chiqib ketaverasiz. Agarda siz iPhone olmoqchi bo'lsangiz, iPhone 17 yoki bo'lsa Galaxy olmoqchi bo'lsangiz, originali kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga boshlang'ich 50% to'lov bo'lishi kerak. Plastik bo'lsa to'lov yo'q. Ha, plastik bo'lsa to'lov yo'q. Lekin bularda pasport o'ziga chiqaveradi. O'ziga chiqaveradi. Ekran telefon nomerlari turibdi, aloqa qilib kelib, pastda Instagram akkaunti bor. O'tib obuna bo'lib kelsangiz, naqd pulga ham telefon oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa obuna bo'lganingiz uchun sizga 10% chegirma qilib berishadi. Like bosib qo'yamiz.